Assalomu alaykum, Ikizamiz Begomuz YouTube kanalimiz a'zolari, kanalimiz mehmonlari. Xudo xolasa yana ish jarayonlaridamiz. Xudo xolasa yangi o'yinlar tashlayapmiz. Tashlab bo'ldik. Xudo xolasa bugungi videomiz bahordan xudo xolasa Begomuz olib dehqonchilik qilaman degan aka-ukalarimiz uchun, dehqon aka-ukalarimiz uchun murojaat bo'ladi. Akalar, bahorga Begomuzlarimizni xudo xolasa tayyorlaymiz. Xudo xolasa hozir yangi jo'nglar tashab qo'ydik. Ko'rishlaringiz mumkin. Hozir ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana bu yerda mana yangi ozuqalar tashab qo'yganmiz. Yangi ozuqalar tashlangan bu yerga. Xudo xolasa hozir 30-oktyabrda bu video syomkani olyapmiz. Yana 15 kundan keyin yana bitta go'ng tashlaymizda bo'ldi. Keyin qaytib go'ng tashlamaymiz. Xudo xolasa fevral oyigacha bularga yangi go'ng tashlamaymiz. Yangi ozuqa tashlamaymiz to fevral oyigacha. Fevral boshidan xudo xolasa havolar isishi bilan elashni boshlaymiz. Balki yanvarda o'rtalaridan ham elashimiz mumkin. Shu yanvarda o'rtalari bilan fevraldan boshlashda havolar isishni boshlashi bilan elashni boshlaymiz. Xudo xolasa kimga Begomuz kerak bo'lsa bemalol telefon qilib aytib qo'yishlari mumkin. Xudo xolasa bahorda Begomuz kerak bo'lsa, shu Begomuzlar dehqonchilik qilaman degan dehqon aka-ukalarimiz bo'lsa bemalol hozirdan telefon qilib aytib qo'yishlari mumkin. Xudo xolasa sifatli Begomuzda xudo xolasa yetkazib beramiz. Namangandan, Andijondan xudo xolasa zakazlar olyapmiz. Xudo xolasa zakazlarimiz bor. Telefon qilib qo'ysalar xudo xolasa cheklanmagan miqdorda qilib beramiz. Cheklanmagan deyishimiz sababi xudo xolasa o'zimizda shunaqa cho'lchang bilan Begomuz bilan shug'ullanadigan aka-ukalarimiz, sheriklarimiz viloyatlarda bor. Sheriklarimiz bor, shogirdlarimiz bor. Telefon qilsalaring xudo xolasa o'zimizdan tugab qolgan taqdirda ham boshqa joydan bo'lsa ham topib beramiz. Aytamiz, shu viloyatingizdan misol Farg'onada bo'lsa, Farg'onada ham sheriklarimiz bor. Telefon qilamiz, yuzma-yuz qilishib, shu Farg'onadan ham kerak bo'lsa olib olishingiz mumkin. Mabodo bizda tugab qolgan taqdirda ham topib beramiz. Xudo xolasa aytaverasizlar bemalol. Shu bilan bir marta go'ng tashlaymizda, qaytib tashlamaymiz. Bir 15 kundan, 10 kundan yana bitta go'ng tashlaymizda bo'ldi. Shu bilan fevral oyigacha yaxshilab oziqlantirib Begomuzlarimizni yetishtiramiz. Xudo xolasa hammani dehqonchiligi fayz baraka bersin. Xudo xolasa dehqon aka-ukalarimiz bo'lsa bemalol aloqaga chiqib aytib qo'yishlari mumkin. Telefon qilib qo'ysalar xudo xolasa yozib qo'yamiz. Telefon qilamiz, shu paytga kelib, mana bu paytga menga Begomuz kerak desangiz, o'sha paytdan 10 kun oldin sizga telefon qilib ogohlantirib qo'yamiz. Begomuzlarimizni elayapmiz. Tayyorlash jarayoni bo'lyapti deb telefon qilib qo'yamiz akalar. Shuning uchun bemalol telefon qilib bahordan dehqonchilikka Begomuz ishlataman degan aka-ukalarimiz bo'lsa telefon qilaverasizlar. Xo'p, sog' bo'linglar, hammani dehqonchiligiga Alloh baraka bersin. Charchamanglar, sog' bo'linglar.